Kalivalda ochko kelar Gentra. Bu yerda sensor tashlarni hammasini yechib yuboramiz. Kompyuter amaliyot sbros diagnostikalar bilan 350 ming so'mga podpischalarimizga qilib beramiz akalar. Bu yerdagi dachklar hammasi juda ham xaroba holatda edi. Bularni hammasini yuvib tozalab chiqdik. Ahvolini ko'ryapsizmi? Mana shu qop-qora saqish qurum hamma dachkda bor edi. Bularni hammasini yuvib tozalab ideal qilib beramiz. Bosh mana ichini ko'ryapsizlarmi? Changini maqtachik ahvol akalar. Eng havo kirib nafas oladigan mashinaning motori nafas oladigan tochkasi. Shunchalik gryaz bilan qoplanib bo'lgan. Bu yerda mashina keragidan ortiq qaltiragan, rasib ko'paygan. Klapanni korreksiyasi bittasida buzuq ko'rsatyapti. Klapan mobodo sizlarda ham mashinalar qaltiragan, rasib ko'paygan, chek yongan, nimalardir bo'lib ketgan yoki gulshildan zaharli qildilar yoki har xil rangli tutunlar chiqargan bo'lsa olinmasligini orqaga chiqilib podpiskalarga atmitgan bu millatlar. Chilonzor 10-kvartal. Barxas qilib bozor ro'parasidagi mana shu nafas to'yida boshlanishdan kirib kelamiz.